Termiz davlat muzey qo'riqxonasi ajdodlarimizdan meros bo'lib qolgan noyob tarixiy va madaniy boyliklarni asrab avaylab kelayotgan muhim ilm-fan va ma'rifat maskanlaridan biri. U yerda saqlanayotgan minglab noyob eksponatlar yurtimizning ko'p asrlik tarixi, madaniyati va ma'naviy merosining bebaho guvohlaridir. Har bir ashyo o'z davrining hayot tarzi, hunarmandchiligi va an'analarini o'zida aks ettirib, o'tmishni bugungi avlod bilan bog'lab turuvchi muhim tarixiy manba hisoblanadi. Navbatdagi lavhamizda ana shunday qimmatli eksponatlar va ularning tarixiy ahamiyati haqida so'z boradi. Termiz davlat muzey qo'riqxonasining etnografiya bo'limi bebaho durdonalar jamlangan maskan hisoblanadi. Bu yerda saqlanayotgan eksponatlar orqali Surxon vohasi aholisining turmush tarzi, milliy hunarmandchiligi, urf-odatlari va yuksak ma'naviy qadriyatlari o'zining haqiqiy ifodasini topgan. Surxon vohasining kundalik turmushi va milliy an'analarini yorituvchi eksponatlar orasida alohida ahamiyatga ega namunalar bisyordir. Ana shunday noyob eksponatlardan biri shirguruch soladigan tol-tovoq bo'lib, u voha aholisining ro'zg'or madaniyati, tabiiy ashyolardan unumli foydalanish tajribasi va xalq amaliy hunarmandchiligining yuksak namunasini o'zida aks ettiradi. Etnografiya bo'limimizda noyob eksponatlarimiz mavjud. Bular o'sha yog'och o'ymakorligi mahsulotlaridan biri o'sha shirguruch tavog'imiz hisoblanadi. Bu shirguruch tavog'imiz 2 qavatli ishlangan. Bu shirguruch tovoqqa o'sha shirguruch va atrofiga 2-qavatiga moy solingan. Shuningdek, muzeyda saqlanayotgan o'ziga xos tahorat oftobasi ham kundalik hayotda keng qo'llanilgan noyob ro'zg'or buyumlaridan biri bo'lib, xalqimizning poklik, ozodalik va ma'naviy qadriyatlarga bo'lgan yuksak e'tiborini namoyon etadi. Bugun ushbu eksponatlar muzey fondida Surxon vohasi aholisining hayot tarzi va madaniy merosini yorituvchi noyob tarixiy yodgorliklar sifatida alohida ahamiyat kasb etyapti. Yana bir noyob ashyolardan biri bu tahorat oftobamiz hisoblanadi. Bu sopoldan ishlangan haqiqiy tahorat oftobasi bo'lib, u hamma tomonlama yopiq bo'lib, tag qismidan suv quyiladigan joyi bor. Bu hozir kelayotgan barcha tomoshabinlarimizga juda qiziqarli. Jo'mragidan suv oqizilganda tagidan suv oqib ketmaydi. Aynan Surxondaryo hududida foydalanilgan va Surxondaryo viloyatining Shiravot tumanida Kulol ustamiz tomonidan yaratilgan. Sayyohlarimiz oqimi hozirgi kunda ancha yaxshi kelishganda 1-qavatdan to 3-qavatgacha bo'lgan har bir ashyomizni ko'rib chiqib, Surxondaryo haqida boy tasavvurga ega bo'lib ketishadi. Voha ayollarining qo'l mehnati orqali mehr bilan yaratilgan napramach, quroq va po'staklar esa xalq amaliy san'atining yuksak namunalaridir. Ranglar uyg'unligi, naqshlardagi ma'no va har bir tikishdagi sabr-toqat o'zbek ayolining mahorati va dididan darak beradi. Bu eksponatimiz esa o'rmak soz yordamida to'qilgan eksponat bo'lib, bu sandiq vazifasini bajargan. Surxondaryo vohasi cho'ponlari bu napramachdan juda ko'p foydalangan. Ya'ni cho'ponlarimiz bir joydan ikkinchi joyga ko'proq ko'chib yurishi natijasida mana shunday napramach, ya'ni sandiqlardan foydalangan. Ularni ichiga uy ro'zg'or buyumlarini taxlash oson bo'lgan va buni eshakami, otgami ortib yurishga qulay bo'lganligi sababli Surxon vohasi aholisining ko'proq chorvador xalqi mana shunday o'rmak sozda to'qilgan napramachlardan keng foydalangan. Surxondaryo vohasining yana uy anjomlaridan biri hisoblangan anjomimiz, ya'ni to'shamamiz, bu po'stak hisoblanadi. Po'stagimiz asosan bu echki terisidan tayyorlangan gilamga o'xshagan to'shama hisoblanadi. Bu po'staklarimiz asosan bezak berilgan po'staklarni olib qaraydigan bo'lsak, ular qirqilib, tekislanib, keyin ular bir-biriga biriktirib tikilib, to'shama sifatida foydalanilgan. Qo'ng'irot mo'ma bosh kiyimi esa vohada yashagan ayollarning milliy libosi va ijtimoiy mavqei haqida qimmatli ma'lumot beruvchi noyob eksponatlardan biri hisoblanadi. Unda xalqimizning asrlar davomida shakllangan estetik qarashlari ham mujassam. Ro'mol o'rash natijasida mo'malarning boshi kattaroq va balandroq bo'lgan. Ular uning ustidan katta ro'mol tashashgan. Katta ro'molning ustidan esa jelaklar tashagan. Ro'molning o'rashiga qarab bolalarning sonini ham bilishgan. Ya'ni bitta ro'mol o'raganda
bolasi bitta, ikkita o'raganda farzandi ikkita va hokazo 4ta, 5ta ro'mol o'raganda, demak o'sha Qo'ng'irot momoning boshiga qarab farzandining 4ta yoki 5ta bo'lishini ham anglatishgan. O'rmak dastgohlari esa Surxon vohasida to'qimachilik an'analari naqadar rivojlanganligidan dalolat beradi. Ana shu dastgohlarda yaratilgan matolar nafaqat ro'zg'or ehtiyojini qondirgan, balki xalq hunarmandchiligining yuksak namunasi sifatida ham qadrlangan. Bu dastgoh suruv, qilich, arqon qismlaridan iborat bo'lib, asosan tut va yong'oq daraxtidan yasalgan. Unda Surxon vohasiga xos gilamlar to'qilgan. Paxta va jundan iborat iplardan to'qishgan, gullari esa asosan tabiiy ranglar, ya'ni anordan, lavlagi piyoz lardan qaynatilib, chiroyli gullar va rang-barang naqshlar bilan bezatilgan. Muzeyda saqlanayotgan har bir eksponat o'tmish bilan bugunni bog'lab turuvchi ma'naviy ko'prikdir. Ularni asrab-avaylash va kelajak avlodga yetkazish har birimizning burchimizdir. Zero boy tarix va milliy merosni anglash o'zligimizni anglashga xizmat qiladi.